Bosh prokuratura va O'zenergiya inspeksiya xodimlari hamkorligida Sirdaryo viloyatida tezkor tadbir o'tkazildi. Yangiyer shahrida tadbirkorga qarashli binoda hisoblagichsiz elektr energiyasidan noqonuniy foydalanib kelayotganligi aniqlandi. Ushbu qoidabuzarlik natijasida elektr ta'minoti korxonasining dastlabki hisob-kitoblariga ko'ra 2 milliard 49 million so'mlik zarar yetkazilganligi ma'lum bo'ldi. Toshkent viloyatining Parkent tumanida joylashgan mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli ishlab chiqarish sexida esa tabiiy gazni noqonuniy ishlatilayotganligi fosh etildi. Natijada gaz ta'minoti korxonasi 4 milliard 387 million so'mlik zarar ko'rgan. Navbatdagi manzil Samarqand viloyati. Fuqaro o'ziga qarashli issiqxonada tarmoqqa rezina shlang ulab, gazdan hisoblagichsiz noqonuniy foydalanayotganligi aniqlandi. Korxonaga 926 million so'mlik zarar yetkazilganligi ma'lum bo'ldi. Buxoro shahrida tadbirkorga qarashli parrandachilik fermasida ham tabiiy gazdan noqonuniy foydalanib kelayotganligi aniqlandi. Gaz ta'minoti korxonasiga 201,3 million so'mlik zarar yetkazilganligi ma'lum bo'ldi. Hozirda yuqorida qayd etilgan holatlar yuzasidan huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilmoqda.